Ishxonadan sizlarga 200 ming dollarga beraveramiz. 5 mingga beraveramiz. Faqat bitta sharti bor. Xo'p, qanaqa shart bor? Layklarni bosib turasiz. U odamga qaragan sirliki bor, repost. Uni ham bosib qo'yinglar, podpiskani ham bosib qo'yinglar. Lakasi zo'r joyda turibdi. Yangi Toshkent postdan 1 kilometr o'tgandi. Rostdan 125 ming shuni ayting. Beramiz. Rostdan 125 ming. Rost. 100%. Bo'l. Mashxonadonni 125 ming dollarga kina berolmoqchilar. Toshmiydan 1 kilometr kirganimizda joylashgan. Mana buni qarang, chiroyliligini, mashalloh, juda chiroyli. Oppo bo'lib turibdi-yu. Xo'p, bu yoqda mana kuxnyasi, eng qizig'i bonus kuxna qilib berilgan panoramli oynalari bor. Aslida juda chiroyli, bu yerda detskimda joylashgan. Zalni kattaligini ko'ringlar sizlar. Gap yo'q, lekin mori orqadan ko'rishingiz mumkin. Podvalga tushsak bo'ladi. Apoylar ham palampullar bo'ylab bu yerda sanuzelimizda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hop, ikkinchi etaj chiqqanimizda oppo bo'lib turibdi-da, gap yo'q. Mana qaranglar, mashalloh. Bu yerda bitta detskiy yoki spalniyada joylashgan. Eng qizig'i balkoni ham bor-da. Gap yo'q. Chap tomonimizda yana bitta xonasi panoramli oynalari bilan bu yerda sanuzelimizda joylashgan. Ikkinchi etajniki qora, o'rtasi oq kombinatsiya qilingan. Bu yerda detskiyimiz spalniy. O'zini sanuzeliga ega. Desam, bu yerda yana bitta xona bor ekan. Bu xonadon sizlarga 125 ming dollarga beramiz. Dakasi keladigan bo'lsa, Yangi Toshkent postidan 1 kilometr kirganimizda joylashgan. Kimga qiziqmas, pastga telefon qilib tez baraka qo'yamiz.